Mashalloh, mashalloh. Assalomu alaykum. Oltiariq Chorva kanalining obunachilari, uzoq yaqindan kuzatib borgan aka-uka opa-singillar, sizlarga bir dona simental buqani ko'rsatmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ringlar obunachilar. Xudo xolasa narxi, sifati ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu dehqon akadan video olinyapti. Buni yoshligida o'zim berganman obunachilar. YouTube'da videosi ham bor. Bunga yoqtirib ko'rsaning topiladi. Videoni oxirigacha ko'rib, narxi yoqsa bittadan layklarni bosib, arzamagan mehnatimizga bosib tashaverasizlar. 100% dehqondan video chiqyapti. Dehqon aka narxlarni yo'lida qilib zo'r qilib berasiz, xudo xolasa. Qadrli obunachilar, narxini zo'r qilib beramiz deyishyapti. Bu necha oylik? Bu 8 oylik. 8 oylik atrofida. Shox kuydirilmagan ekan-a? Hadi janob, ketdi. Shoxin kuydirilmagan ekan, buqacha. Lekin arqa tomonlari udar ekan. Bu o'zim berganman, toza simental, lekin oq ko'proq tug'ilib qolgan. Ko'rib turibsizlar. 8 oylik deyishyapti. Bo'ylarni necha chiqadi taxminan? Bo'yi 1.20 atrofida obunachilar. Istagan tuyoq bir vesi ham 250-300 kg chiqadi bemalol. Narxi necha pul endi? Mo'la sotilmaydimi qolgani? Yo'q. Narxi 32 deyapti, kelishib beradi. 32 million kami bor. Qadrli obunachilar, narxi vashim aksiya qo'yardi. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zi yangi tug'ilgani ham 20 million, 22 million atrofida bo'lyapti. Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastlabki 6 oyda bo'lsa qilib beradi. Vodiy bo'yicha deb qo'yavering. Bo'lib beradi. Vodiy bo'yicha obunachilar ashi etilgan narxni ichida olib borib turib berishadi. Telefon nomeri nechi? 99lik 850 1813. Aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Lekin yeyishiga, ichishiga, to'ra oyog'iga, qoniga garantiyasi bor. Yashurgan bo'lmadimi? Unaqangi joylarda boqilyapti obunachilar. Oshiq havoda joyda ham zo'r qilgan ekan. 32 million obunachilar kamini ham qilib berishadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Kamini ko'p qilib berishadi. Yaxshi gaplashib, yaxshi savdolashsaling, zo'r narxlarda qilib berishadi. Lekin hamma tomoni zo'r. Olib baraka topinglar. Asaliga boqishga tayyor boqaman deganlarga tavsiya berilaveradi. Turishni qaranglar.